Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamoqsizlarmi? Kelinglar hozir sizlar bilan bugun men o'zim topshirgan analizlarimning javobini birgalikda ko'rib chiqamiz. Men umumiy qon analizi bilan umumiy CD analizi topshirdim. Xo'p, bu yerda ko'rib chiqdim. Deyarli hamma o'zgarishlar yoki hamma ko'rsatkichlarim yaxshi, faqat neytrofillarni normaga nisbatan oshganini ko'rishimiz mumkin. Keyin eritrosit miqdori normaga nisbatan ozgina ko'tarilgan. Neytrofillar bu organizmdagi o'sha kirgan bakteriya, zamburug', viruslarga qarshi kurashib, ularni parchalab eritib bersa bizga eritrotsitlar bu kislorodlarni o'z moddalarini tashish vazifasini bajaradi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Analizda ko'rishimiz mumkin, siydikda mutniylashish bor. Bu fiziologik va patologik bo'lishi mumkin. Qolgan ko'rsatkichlarga qaraymiz. Bular demak norma bo'lsa, agar bu fiziologik mutniylashish bo'lishi mumkin. Qachon bunaqa bo'ladi? Agar go'shtli mahsulotlar yegan bo'lsa yoki kortikosteroid dori vositalari qabul qilsa yoki bo'lmasa normaga nisbatan kam suv ichadigan bo'lsa ham CDda mutniylashish bo'lishi mumkin. Bu fiziologik holat ham bo'ladi, har doim patologik bo'lmaydi. Va orqaga qaytamiz. Menda qonda eritrosit miqdori ko'tarilganda, ya'ni shakl elementlar ko'tarilgan. Bular ikkalasini birlashtirgan holatda men o'zimga shunaqa tashxis qo'ya olamanki, ya'ni menda ozgina qisman degidratatsiya, ya'ni suv yo'qotish holati bor ekan va bugundan boshlab men o'zim ustimda ishlab, ya'ni ko'proq suv qabul qilishim kerak bo'lar ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar va profilaktika maqsadida har doim 6 oyda bir marta bo'lsa ham analiz topshirib turinglar.